Ya, assalomu alaykum. Karvaga yaxshimisiz? Voy. Ha, oylik chiqdi-yu. Oh yes. Yaxshi bo'ldi. Hafta o'zi ketmayman-da, Yandex chaqiraman. Ana meri biznes klass degani bormidi? Eshiklarni o'zimda ochib qo'yadi. O'shani chaqiraman-a. Wow. Biz ham bir odamga o'xshab yashaylik. Ana bo'ldi. Voy, Kechirasiz. Ko'chaga mashinaga chiqib ketsa bo'ladimi? ya aka. Men Yandexni Mamut ko'rganman. Mashqqa kelib, eshikni ochib berishingiz kerak. Molaganmi xarakter? Yandex chaqirganmi deyman. Hozir ko'rsataman senga. Men tushunmadim. O'zi sandalarga pasport berayotgan ekan, oldingmi sen? Qanaqa pasport? Hozir ochaman eshikni. Assalomu alaykum. Bo'la qoling, kech qoldim. Voy. Shu biznes chaqirgansiz-ku, shu nazarimda. Konsener yo'qing. Ha. Kansen, hop. Qayerga borish kerak? Bilasiz-ku qayerga borishligini. Jalba qilaymi? Yo'q, bo'pti. Konsener yo'qing, haydayman. Yonboshlab ketaman. Bo'ldi, hop. Bo'ldi, tushi. Yo'q, qara buni. Qayerga keldik? Ha, o'zing aytding-ku, o'zingiz bilasiz, men bilgan joyim mana shu Jo'xorizorim kelyapman, qoch. Voy. Men bekka chaqirmaganman-ku. Va Chilozorga belgilaganman u. Haq olib keldi zoka meni. Men senga aytdimmi, qayerga olib boryapsan, o'zingiz bilasiz deding, jalba qilaman deb. Mana. Men Chilozorga belgilaganman-ku. Men Yandex emasman, yo'ldan o'tib ketib, sendan asfalt yo'lni so'ramoqchi edim. Ustingizdan jalba qilamanmi? Bemalol jalba qilaver. Mana senga taksi. Voy. Pasport olgin. Alo aka, men keldim. Kim edi bu? Yandex biznes klass chaqiruvdingiz hozir aka? Ha, siz anu eshikni ochib yopadiganimidi? Ha, biznes klass chaqirdingiz aka. Voy. Ya aka, qarang, men anu boshqa mashinaga o'tirib ketib qolman-da. Siz qayerdasiz o'zi aka hozir? Hozir lokatsiya tashlayapman. Bo'l, tashingchi. What? Aka, bu turgan joyingiz qayerda? Toshli ko'chami? Yo'q, dala joyda, dalali joy. O'tga bora olmayman aka men. Bo'pti, boshqa chaqirib olasiz, bo'pti aka. Voy. Avtobusda ketaversam bo'lar ekan.